Telefon ziyoratlarimiz davomida Korlu'daki bir saqchi xodimi Korlu'ning tekischisida lagerdan birisi borligini oshkorildi. Konu bozorda bir tarbiyalash markazi bormi? Korulniki. Aşağıda birisi var. Beqindagi idora qaysi idora? Shu javob berishimdan qo'shni idora. Qo'shni idora. O bizning rayondagi shu tekisni rayoni. Uning deyishicha, tekischisi yaqinqi yillarda shahar qurilishidan kemishi bilan shaharning bir parchasiga aylangan. Hozir tekischi qurilish shahar ichida qanchalik keldi? Arliqi. Biz hozir esa bu yezidan-chu, albatta yezamas hesabda hozir mana. Shahar ichida hozir shahar ichida ketdi. Mazkur lager shahar ichidagi tekischi tavallikidagi Koni bozor deb atiladigan o'ringa joylashgan. Bunda tarbiyalash markazi hozir biz sizdan tekischining tavalligiga qaraydi, shundaqmi? Turan so'ra. Endi nima o'sani qo'yib qo'yishim Yo'q. Yo'q, shu. Yo'q. Hozir bunda deydi ama aşı siz degan yerdan bir tal o'qib peshin. Tarbiyalash markazida borga. Oldingi yil telefonimizni qabul qilgan Charchamda oylik sud mahkamasining bir xodimi Charchamda lagerlarning taqalganligi va tutqunlarning Korul tavasidagi bir turmaga yo'tkalganligini oshkorlagaydi. Nurgiyadagi Uyg'ur adliya arxivining yetakchisi Baxtiyor Umar apanning bayon qilishicha, doiralar zo'r bir turkum lagerlarni taqab veya viviskisini yangishlab turmaga aylantirgan bo'lsa-mu, ammo tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlardan texcha voz kechmagan. Uyg'ur adliya arxivi lager masalasida mohiyat jihatda hech qanday o'zgarish yo'q deb qarab kelyapmiz burundan. Bo'libmi ustidan texi hukm chiqmagan tutqunlar veya so'roq navbati kelmaganlar lagerlarda tutib turilgan. Lekin lager yo'qoldimi degan chog'da lager yo'qolmadi. Buningki nisbatan oyda bir qitim uyga bora oladigan degandek shunday ahvollarda o'zgarish bor. Koruldagi bir aholi komisiyaning xodimi o'z tavallikidagi sobiq tutqunlardan Oysham Bavudindan 2 yil avval lagerdan chiqqanligi, ammo uning 27 yoshli o'g'li Burxon Xizirning navbatda tutqunda ekanligini oshkorildi. Bu Ayşem Bavudinning hozir ballari farzandlari nerda hozir? O'sha ayolning bir cho'ng o'g'lim bashada. U qancha yoshda bor cho'ng o'g'li? U bolalar 24-25 yil bo'lganki, bir bolasi bor endi. U bolasi shu sizning boshqurish tavalligingizda, ya'ni sizning aholi komisiyatingizda, shundaqmi? U bolani Bavudinning o'g'li cho'ng bolasi. U ismi nima bu bolaniki? Burxon Xizir. Burxon Xizir. Bu bolani qanchaga ketdi? Nima bultur ketdi bu? Undaqda zot to'xtamidi degan gap undaqda ko'rildi bu tutadigan ish. Boshqa o'qib qoldi. Korli qarayilgan saqchixonasining xodimi o'z tavallikidan lagerda 2 yil yetib chiqqan Rahman Husanning o'g'li 25 yoshli Fayzulla Rahmandan 2021-yil 6-oyda lagerga akitilib, hozirgacha qo'yib berilmaganligini bayon qildi. Shu Rahman Husan tarbiyalash bormi siz? Tarbiyalash bordi. 2 yilda tarbiyalab keldi. Bu yoq endi qayerda tarbiyalangan bo'ldi? Ko'rli shaharlik kasbiy mahorat tarbiyalash markazi tarbiyalangan. Ballardan hozir tarbiyalanayotganlar kesilganlar bormi yo'qmi? Bir o'g'il bor. Taraf qilindi tabii. Tarbiyalashda degan gap undasi bir taraf qilinmagan bo'lsa. Ismi nima buning? Bu yoqning. Fayzulla Rahman. Bu Fayzulla Rahman qachon tutilgan, qachon aytilgan u tarbiyalashga? Fayzulla Rahman 2021-yil 6-oy tug'ilgan. Fayzulla Rahman bu dadisi chiqqandan keyin akitilgan bo'lamdi. Shunday bo'ldi. Ha, qayerda bu turayotgan yer qayer? Dadisi tug'gan yerdimi emasmi? Kasbiy mahorat tarbiyalash markazi tarbiyalangan. Bu Fayzulla Rahman qancha yoshda? Fayzulla Rahman 25 yosh. 25 yosh kirdi. Hozir mana 2 yil bo'ldi degan gap. Bir taraf qilinmadi. Biz lagerlarning allaqachon taqalganligini ilgari surgan Xitoy doiralarining fikrini olish uchun Xitoyning Washingtondagi elchixonasiga telefon qildik. 欢迎致电中国驻美国使馆，证件咨询电话的接听时间是周一至周五上午9点半到12点。 Ammo bo'lgan telefonlarimiz ilinmadi. 您也可以登录中国驻美国使馆网站，点击领事服务栏目，查询各类办证信息。再次感谢您的来电。 Baxtiyor Umar apanning deyishicha, 2017-yildagi cho'ng tutqundan keyin Uyg'ur vaziyatidagi jiddiychilik pallaga chiqqan va bu xalqarodagi bir qism davlatlar tomonidan irqiy qirg'inchilik deb tonilgan. Shundaqli Xitoy qarta bir qator tanqid va ogohlantirishlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo savdo sanoat jihatdagi munosabatlar sababidan bu tanqidlar yetarli darajada kuch ko'rsatmagan. Andan keyin yana bir masala bo'lsa, bu yerda Xitoydan ishlab chiqarilgan mallarga va G'arbning beqinib qilish ahvoli nihoyat og'ir, buningga beqindilik bo'lib qolgan. Buni darhol
o'zgartish imkoniyatim yo'q g'arbniki. Shuningga ba'zi narsalarni bevosita darhol cheklash imkoniyati bo'lmayotganligini shu sababdan, lekin navbatda g'arb dunyosining Xitoy tahdidini bag'ansiri cho'nqur to'nib yetayotganligini tilga olgan. g'arb buni allburun to'nib yetdi. Ya'ni Xitoyninki haqiqiy mohiyati bu yerdagi g'arbga kengayishlar emas, dunyoninki demokratik sistemasini almashtirishga, o'zgartirishga bo'lgan bu Xitoyninki haqiqiy mohiyati bag'ansir ochiqlashgandan keyin kishilik huquq tashkilotlari BDT bu to'g'riliq yana yangi tadqiqotlarni ilib beryotidi. Baxtiyor apandi Xitoyning Uyg'ur rayonidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining jumladan lagerlar orqali sodir qilayotgan jinoyatlaridan javobsiz qolmaydiganligini ta'kidladi. Hem Xitoy hargiz o'zining jinoyatini osonlikcha qabul qilmaydi. Chunki bu darning oldiga oladigan jinoyat, endi irqiy qirg'inchilik. Lekin mayli tarixga qaraydigan bo'lsak, Ikkinchi dunyo urushidagi irqiy qirg'inchilik bo'lsin yoki keyingi Bosniya yoki undan keyingi shu yaqinqi vaqtlarda bo'lgan jinoyatlar bo'lsin, bu hammani sotninki adil hukmi bilan bir taraf qilindi. Xitoy bu jinoyatdan hargizmi qochib qutulmaydi. Uyg'ur adliya arxiv ambiriga o'xshash tashkilotlarning qilayotgani dal shu Xitoyning jinoyatlarini birma-bir xotirlab, ziyonkashlik uchiruvchilarni birma-bir xotirlab, keladigan vaqtga sotga tayyorlik qilish. Demak, Xitoyning jinoiy javobgarligini tortish faqat bir vaqtli masalasi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Koruldagi yana bir lagerning o'rni va tutqunning hilam davom qilayotganligi haqida anglitish berdik.